Hamma narxini oxirida aytadi-yu. Bugun birinchi biz narxini aytamiz. 71500 ga 2 xonali, panelli 2 xonali, 55 kvadratlik domimiz chiqyapti. Xo'p, lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Islomobod masjid, Taxtapul masjidning o'rtasida bo'ladi. Xo'p, kelinglar endi uy obzorini qilamiz. Kiravurishimiz bilan shunaqa prixoshkamiz. O'ng qo'limizda o'zini sanuzuli bo'ladi. Boshqacha stilda qilib ketilgan kir mashinasi ham, rakovinasi ham ko'rishingiz mumkin, sifatli bo'ladi. Xo'p, kirganimizdan keyin bizning zalimiz bo'ladi. Shunaqa chiroyli qilib remont qilib qo'yishgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Televizorlar, mebel texnika, hamma narsasi qoladi. Svejiy remont, hali hech kim yashamagan. Xo'p, balkoni 2 ga 6 bo'ladi. Bu yerda bitta xona qilib qo'yishgan ekan. Yaxshi planirovka qilishgan ekan. Xo'p, bu yoqda oshxonamizni yonida o'tirib, choy ichib o'tiradigan joy, maza qilib bemalol. Bu yerga keladigan bo'lsak, kuxnamiz, kuxnani ham chiroylikini qilib qo'yishibdi, ko'rishingiz mumkin. O'zini xolodilniklarni, oynalari ham bor. Xo'p. Bitta spalnigimiz. Eshiklarni qaranglar, oppoqqina. O'rtasida bunaqa savurlar bilan boshqacha ko'rinyapti. Xo'p. Bu spalnigimiz bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Hamma narsasi qoladi. Narxini aytdim, lokatsiyani aytdim. Kelib savdosini qilib, barakasiga ham ozgina tushib berishadi. Savdosini qilib, baraka qilsanglar bo'ladi.